Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiya Ukraina bilan muzokaralar haqida ma'lumotga ega emas. Kreml Saudiya Arabistonida o'tkazilgan AQSh-Ukraina muzokaralari natijasida 30 kunlik sulh joriy etish taklifini mohiyati haqida tafsilotlarni kutmoqda. Bu haqida Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Peskovning so'zlariga ko'ra, AQSh davlat kotibi Marko Rubio va AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha yordamchisi Mayk Waltz ushbu muzokaralar haqida batafsil ma'lumot taqdim etishi kerak. Sezyapsizmi, siz biroz oldinga boryapsiz, biz bunga shoshilmayapmiz. Kecha matbuotda suhbatda AQSh davlat kotibi Marko Rubio va AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha yordamchisi bizga Jiddadagi suhbatning mohiyati haqida batafsil ma'lumotni turli kanallar orqali yetkazishlarini aytdi, degan Peskov. Shuningdek, Kreml boisi jurnalistlar vakillariga bu borada shoshilmaslikni, 30 kunlik muzokaralar bo'yicha yakuniy qaror chiqarish uchun batafsil ma'lumot kerak bo'lishini aytib o'tgan. Peskovning aytishicha, yaqin kunlarda amerikaliklar bilan muloqotlar rejalashtirilgan. U shuningdek telefon orqali Putin va Tramp o'rtasida yuqori darajadagi suhbatning bo'lishi mumkinligini inkor etdi.